Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli obunachilar. Xayrli kecha, yaxshimisizlar? Inshaalloh Xuftonga Nabaviyga boramiz hozir. Minora ko'ryapti Nabaviyni. Bu joylar Qurbon Avali deyiladi. Qurbonga yaqin bu joylar Avali deyiladi. Madinada. Milliy ovqatlardan arablarning ful bor. Falashil, adas, nohotga o'xshagan dukkakli mahsulotlardan. Assalomu alaykum. Alhamdulillah, masal khair habibi. في أي لو سمحت أخي ممكن تصوير ممكن في أي أكل في إيش فلافل من سبز باقلاجانlardan qilingan har xil narsalari bor. Hozir ful صح أخي ful bor nohotdan qilingan. Shukran, jazakalloh xayr. O'z kiyim do'konlariga bo'sh bo'lib odam ko'chaga chiqsa qarayaveradi hammasiga. Bu nima magazin? Qanaqa novvoyxona? Telefon aksessuarlar bor ekan. Aksessuarlar. Meva do'koni ekan. Bu ham aksessuarlar. Bu yoqda ham magazin. Mahsulotlar. Aptekas. Kichkinagina kafecha. Madina ham megapolis bo'lib qolgan. Tirbandliklar ko'p. Ayniqsa namoz paytlari tirbandlik ko'p bo'ladi, probkalar. Juma kunlari mana ham bir ko'p bo'ladi tirbandlik. Shu ketayotganlar hamma Xuftonga ketyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alhamdulillah. Afg'onistonlik o'zbeklar ham ko'p. Tijoratchilar shu yerda tug'ilganlar, shu yerda yashaydiganlari ko'p ekan. Pokistonliklar ko'p, Pokistonliklar juda ko'p. Ovqatlanib o'tirganlar hammasi Pokistonlik. Saudiyada poytaxtida qimmatroq bo'lsa kerak-ku. Madina, Makkada ovqatlanishlar qimmat emas. Inshaalloh ro'zaga ozgina qoldi. 5 riyolga ham qorin to'ysa bo'ladi. 5 riyolga yarimlangan guruch beradi, pishgan guruch. Faqat suvda pishgan emas. Mazali guruch.
7-8-10 riyolga bemalol ovqatlansa bo'ladi. Endi to'g'ri qimmat joylar ham bor. 60 riyolga mandisi bor. Oddiy odam 5 riyolga ham qorin to'yg'isi bo'ladi. Nonli 1 riyol. Hozir qaytishda Navoiyxonani olamiz. Har xil nonlar bor, sirli noni ham bor. Pizzaga o'xshab qilib beradi. Ozgina qoldi haramga inshaalloh. Kelib qoldik haramga. Namoz paytida ko'p do'konlarni shartta yopishadi. Namozdan keyin ochiladi. Hammasi hozir yopiladi. Ramazan vatandaşları juda ko'p. Allahu akbar. Eşhedü en la Ramazan vatandaşları. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Elhamdülillah farzıga ulgurdik iftonni. Besh mahal namozda janoza o'qiladi bu joyda. Alloh marhumlarning hisoblarini yengil qilsin, oson qilsin. Hozir ham bitta janoza o'qildi. Hurmatli obunachilar, mana shu 360-eshik Baqiy tarafdan kirganda imomni turadigan o'sha joyi belgilangan. Mana shu yozuv hozir yozib qo'yilgan. İmom turadigan joy. Bundan oldidan imomdan oldinda o'qish endi hayronman. Allohu alam ancha odam adashib yo eshikdan kirganda namoz o'qib borishadi. Shu hududi belgilangan. Mana shu joyda namozxon tursa imomni joyi masjidi. Endi bu yog'i imomdan oldin o'qishyapti ancha odam. Alloh kechirsin, qabul qilsin hamma namozini. Shu joyda hushyor bo'lish kerak. Shu joyda hushyor bo'lish kerak. Mana imom turadigan joy bo'lsa, imomdan oldin qanaqa o'qib boriladi?
İmomni joyi belgilangan yozib qo'ydi. Alloh kechirsin xatolarimizni hammamizni. Baqiy qabriston. Odam rosa ko'p. Mana bizning vatandoshlar akalar ketishyapti. Juda ko'p O'zbekistondan umraga kelganlar alhamdulillah. Alloh davomiy xayrli qilsin. Hammalarni ahli baytinglar, ota-onalar, farzandlar, yaqinlar, jigarlar bilan Alloh o'zini baytiga, Madinalarga chaqirsin inshaalloh. İmomni turadigan joylari shu yergacha deyman. Bu yoqda bo'ladi imom turarlar. İmomdan oldinda o'qish to'g'ri kelmasa kerak. O'shanga Nabaviy kirganda hushyor bo'lish kerak. Masjid-i Nabaviyda o'qilgan namozni ajri, savobi boshqa oddiy namozlardan 1000 barobar ko'p. İnshaalloh. Masjidul Haramda o'qilgan namozni ajri 100.000 barobar ko'p. Umraga, hajga kelganlar vaqtini boshqa narsalarga sarflamasdan to'yib namozini o'qib olish kerak. Zamzam. Stakanlari qolmabdi. ده ما في مويه يا عمو؟ مش مشكلة. rosa yaxshi bo'lyapti shamol. Maza qilib o'tiribdi hamma. Allah rahmetidan umidvor bo'lganlar ibodatlarida Allohning yaxshiliklarini, barakotlarini, kechirishini, avf etishini, rahm qilishini so'rab o'qiyveradi. Namozini qayerda o'qisa ham, uyda o'qiydimi, ikkita haramdami, Robbisi bilan bog'langanda Allohdan rahmatini so'rayveramiz inshaalloh. Alloh rahmatidan umidvormiz hammamiz. Odam rosa ko'p. Ravzaga mana bu yoqdan kiriladi, ravza. Ravzaga ham shu tasrifini olib, vizaga ruxsatnoma, biletga o'xshagan narsa beradi. Shu bilan kiriladi ravzaga navbat. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ravzalari mana shu joyda. Shu tasrif bilan ayollar kirib ketishyapti. Yo'ldan chiqishyapti erkaklar, ayollar. Alohida kiriladi. Mana bu guruh bilan sekin kirishyapti. Antan o'tkazadi. Vizasiga tasrifini ko'rsatadi. O'tkazib yuboradi.
Şu kanal obunachilarini hammalarni Alloh o'zini baytiga, Madinaga, ravzalarga chaqirsin. Kelishli joylarda namoz o'qishlarini Alloh nasib qilsin hammalarga. Ravzaga kirib ketishyapti. Novvoyxonadan bitta sirli nonidan olamiz. Novvoyxonasida mana bunaqa ovqatlari ham bor. Har xil. Mazali tayyorlab beradi. Pizzaga o'xshagan rosa mazali. Bizani tandir yopgan nonlar, Samarqand nonlari qani endi. Boriga shukr, alhamdulillah, boriga shukr. Tandir non yaxshi deb foyda. Ana sirni olib sepib oling endi usta. Gazni tekshirib turaylik deydilar. Barakalla. أخي جبنا جوا خلاص؟ كذا كان سرو تيارك. Makkada, Madinada bizani o'zbek somsalar qilishyapti. Arablar ham yaxshi ko'rib yeydi somsani. Bolalar kelishdi, nonga chiqarib yuborishdi. Nonga chiqarib yuborishdi bolalarni. طيب شكرا. يبغى كليش ولا يبغى هذا؟ لا لا سفاري. سفاري ركب ايوه. İçinde sırı var değil mi? Cezakumullah hayır. Şükran.
Kaynononlar çıktı. Tez pişerken bularni yupqada yana hozir hamon. Nonlari har xil qatlamaga o'xshagan nonlari bor. Sirli noni mana shu. Jazakumulloh xayr. Barakalloh fi shug'lakum.